أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله تعالى iltifati bilan Sura Baqaraning 275 oyatiga keldik. İlgirki ayetlarda Allah Taala mümin musulmonlarni sadaqa ihson qilishga qiziqtirgan va shunga aloqador ahkomlarni bayon qilgan. Shundoq shu mazmundagi oyatlarni o'qib o'tgan edik. Biz bugun o'qiyotgan oyatlarda Alloh taolo hamda shu jazoniga aloqador mazmunlarni bayon qilib berdi ekan. Buni har bir mu'min musulmon bilishga tegishli muhim bir ahkomlarning qatoridan, muhim bilgilarning qatoridan. Allah Teala şundak deydi. Estaizu billah. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Yani jazoni ekan, jazoni bilan muomala qilgan odamlarning oqibati qanday bo'lganligini bayon qilib berdi bu oyatda hozir. Yani allazina yakuluna riba. Jazoni o'sim yegan kishilar qiyomat kuni go'rlaridan jin chepilib qolgan sarong odamlarda qopidi. Bu shuning uchunki ular Alloh harom qilgan ishni halol bilib, so'd setiq jazoniga o'xshash jazoni nimishqa harom bo'ladi dedi. Allah so'd setiqni halol qildi. Jazonini badalsiz bo'lganligi, shaxsga va jamiyatga ziyonli bo'lganligi uchun harom qildi. Kimki Parvardigori tarafidan o'z nasihat kelgandan keyin, ya'ni jazoni man'iy qilingandan keyin uningdan yansa, burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshirildi. Ya'ni Alloh xolisa uni kechiradi, xolisa jazolaydi. Qayta jazoni qilganlar ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qoladi. Ya'ni yakuluna degan yaquduna. Jazonini olganlar. Bu jazonini olganlar qanday oladi desa, bu yerga ribo degandan maqsad muomalada, pul, pichak va yemak-ichmaklar bilan muomala qilgan vaqtda miqdorda yoki muddatda ziyoda qilish. Bu jazonda batildi deydi. Jazoning ta'rifi mushu mazkur. Az-ziyadatu fil muamalati bin nuqudi vel mat'umat fil qadri va avil ajal. Jazonining ikki turi bor hamda. Riban nasi'a, ribal fadl. Ribal fadl degan ortiqni jazoni qilish degan gapimdi. Masalan, payg'ambar alayhisalom oltin bilan oltin, kumushni kumushga almashtirgan vaqtda va boshqa yemak-ichmaklarda bir qism yemak-ichmaklarda o'pma o'xshash bo'lish kerak. Shuni almashtirgan vaqtda o'pma o'xshash bo'lish kerak degan. Masalan, oltinni oltinga almashtirgan vaqtda almashtirgan oltin bilan almashtirilgan oltinning miqdori o'pma o'xshash bo'lish kerak ekan. Aslida 1 gram birisining miqdori 1 gram ortiq bo'lib ketib qolsa, bu jazoni bo'ladi. Bu ortiqni jazoni qilish, ribal fadl degan gap shu. Bay'u shay'i bimislihi ma'a ziyadatin lil ba'i'i deb tushuntirib tasdiq. Ama ribal riban nasi'a yani ribal ajl, riban nasi'a degan masalan oltinni kumushga almashtirsak, buningda ortiq kam bo'lsa gap yo'q. Birisini ortiq, birisini kam qilsa gap yo'q ekan. Lekin buningda muddat kechiksa bo'lmaydi endi. Shu dal vaqtida berish kerak ekan buni. Ikkisini shu ayni vaqtda o'xshash vaqtda almashtirish kerak. Og'ushi oltinni bergandan keyin kumushni shu zamonda berish kerak. Kechiksa bo'lmaydi demoqchi. Kechikib qolsa bu yerda riban nasi'a bo'ladi. Lekin oltinni oltinga, kumushni kumushga almashtirgan vaqtda vaqtni ham ikkisining miqdori o'xshash bo'lishi kerak. Ham ikkisiningki almashtirgan vaqtni o'xshash vaqtda almashtirish kerak.
nesiya qilishga bo'lmaydi. Har ikkisida. Buningki tafsilotlari fiqh kitoblarida tafsir uchraydi. Undan boshqa ma Sajiya tor betida bu jazoni aloqador nurg'un fatvolar bor. Abdulaziz doktorniki nurg'un fatvolari bor. Bu yerda riba al ajal degani riban nasiati at ta'jil, ya'ni ay at ta'jil deb tushuntiribdi uni. U o'simi az-ziyadatul mashruta. Shart qilingan o'sim deydi. Shart qilingan jazoni. Bu yer degani men sana desa qaytirgan vaqtda ortiq yoki 100 lirani ortiq qaytarib bersan yoki $100 ortiq qaytarib bersan deb buni shart qilib turib bergan qilingan muomalamni demakchi bu yerda. Demak, mushundaq jazoni muomala qilganlar jazoni yeganlar qanday bo'ladi ekan desa, bularning oqibati qanday bo'ladi desa, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu ash-shaytonu minal mas deydi. Ular qabrlaridan shundoq turadiki, xuddi shayton so'qivatgan odamga o'xshash. Shayton o'rvatgan yasra'uhu yatahabbatu degan yasra'u. Yani sarg'ib qolganlikdan shayton so'qivatgan odam o'rnini turgan o'xshash qabrlardan turgan vaqt tashlab turadi deydi. Alloh saqlasin bundan. Zalika bundoq bo'lishi ularga kelgan mushunda oqibat nima sababdan desa, ular al bay'u misli riba deganlik uchundir. Innamal bay'u deb atadi. Haqiqatan de belki innama deb keltirishi shak shubisiz deb hech qanday bir kichkina gumonga shak o'rin qoldirmay, na jazmlik holati deb atgan gap endi bu. So'da setiq jazoning o'xshashdir deganliklari uchundir. Joizlik jihatda. Bu bo'lsa aksut tashbihning jumlasidir. Mubolag'a qilib bir o'xshatish, ta'tir o'xshatishninki bobidan bo'ladi deb atadi. Ta'tir o'xshatish. Bu so'l setiq ayrim gap, jazoni ayrim gap bo'lsa, ikkisini hargiz o'xshatib bo'lmaydi demoqchi. Alloh taolo ular raddiya berib dediki, va ahallallohu al-bay'a va harrama riba. Bu so'l setiqni Alloh taolo halol qildi, jazoni harom qildi. İkisi ayrım ayrım gap bunu. Xo'sh, endi faman ja'ahu maw'iza min rabbih. Kimiki onunğa vaz nasihat kelsa, Parvardigori tarafidan mushu so'd setiqning halol ekanligi, jazoning harom ekanligidan iborat mushu vaz nasihat kelgandan keyin fantaha u jazoni yeyishdan boshlatgan bo'lsa, Allohning amriga bo'ysunib jazoni yeyishdan boshlatgan bo'lsa, uning ilgari qilganlari o'zga. Mushu nahi Allohning mush nahisi kelishdan ilgari mushu sahadagi qilgan ishlari o'zi bo'ladi. Uningdan qaytirib ilinmaydi demak ekan. Va amruhu ilalloh. Endi ilgari qilgan mushu jazoniga aloqador ishlari uni afu qilish jihatda Allohga topshirildi. Uni Alloh xolisa uni kechirib o'tadi, xolis jazolaydi demoqchi. Va man aada yine Alloh tarafdan mushta va nasihat kelgandan keyin yana jazoni ishga qaytgan odam bo'lsa, mushabbihan lahu bil bay'i fil hil. Yani jazonini halol jazoni so'l setga o'xshatgan holatda deydi. Ya'ni halollik jihatda so'l setga o'xshash bu jazonim halol deb jazonini so'l setga o'xshatib, yana mushu jazoni yegan odam bo'lsa, ular ashabun nardur. Do'zax egilaridirki, ular shu do'zaxdan mangu qolg'uchilardir deydi. Alloh bundan saqlasin. Bu jazoninki oqibati nihoyat og'ir ekan buni. Xo'sh, keyingi oyatda yana Alloh taolo shu jazonining qanday oqibatning qanday bo'lganligini bayon qilib berdi ekan. Yamhaqullohu riba va yurbis sadaqat. Alloh jazonini uning barakatini ketkizib deydi. Ya'ni yunqisuhu va yuzhibu barakatahu. Jazonining uni kamiltib o'tadi, uning barakatini yo'q qiladi. Voy men foydalab oldim, pulim ko'payib qoldi deganda qilgan bilan uning barakatini Alloh yo'q qilib o'tadi demoqchi. Va yurbis sadaqat. Allah sadaqalarni o'stiradi. Sadaqalarni ziyoda qilib beradi. Uni texmi o'stirib beradi, uning savobini haslab beradi. Yani sadaqa mal dunyo sadaqa uchun kemayib ketmaydi degan mazmundagi hadis shu. Sadaqaning barakatini Alloh taolo texmi ko'p qilib beradi. Sadaqasini ko'p qilib turgan odamga Alloh taolo texmi ko'p barakat beradi. Ham ziyoda bo'ladi, savobi texmi ko'p bo'ladi demoqchi bu yerda. Lekin jazonining barakatini Alloh yo'q qilib o'tadi. Vallohu la yuhibbu kulla kaffarin athim.
Alloh har bir kaffar va gunohkor kishini yaxshi ko'rmaydi. Kaffar degan ko'p kupurlik qilguvchi degan bo'ladi. Jazonini halol qilish bilan ko'p kupurlik qilguvchi va gunohkor, fojir. Jazoni ish bilan shunday fojir bo'lgan odamni yaxshi ko'rmaydi. Uni jazolaydi. Ammo jazoni undan boshqa shunday cho'ng gunohlarni hammasini, gunoh kabirlarni qalbidan halol sanab qilgan odam bo'lsa, u shaksiz kofir bo'lib ketadi. Dinni chiqib ketadi-da o chog'da. Halol haromni halol sanagan bo'lsa, halolni harom sanagan bo'lsa, bu qalbidan ashtaq e'tiqod qilgan bo'lsa, bu shaksiz kofir bo'lib ketadi. Lekin uni halolligini Alloh halol qilib bergani halol deb e'tiqod qilib turib, harom qilib bergani harom deb e'tiqod qilib turib, ayni yana ashunday gunoh kabirlarni qilib solgan bo'lsa, ya'ni shaytonning ozdirishi bilan nafs xohishidan keyin kirib qilib solgan bo'lsa, unda kofir bo'lib ketmaydi u. Ham cho'ng gunoh o'tkazgan bo'ladi u chog'da. Buni oqibatini Alloh taolo iymon bilan bu dunyodan ketgan bo'lsa, oxiratda Alloh xolisa kechirib o'tadi, xolis jazolaydi deymiz. Innallazina amanu va amilus solihat. Haqiqatan iymon etganlar, yaxshi amallarni qilganlar, namozni ado qilganlar, zakotni berganlar, ular uchun Parvardigorning dargohida ajr bordir. Ularga qo'rqinish yo'q va ular g'amkin bo'lmaydi. Xo'sh, keyingi oyatda يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. İman, iyi iman etкен kişiler, haqiqiy mümin bo'lsanglar, Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Kishilarning zimmisida qilib qolgan jazonini, ya'ni o'simni olmanglar. Agar unda qilsanglar, bilinglarki, Alloh va uning rasuli sizlarga urush e'lon qiladi. Agar jazoni qilishdan tavba qilsanglar, qarz bergan sarmoyanglar o'zinglarga qaytadi. Boshqalarni ziyon tortqizmaysizlar. O'zinglarmi ziyon tortmaysizlar. Yine vedaru degan utruku. Yani iyi iman etgan müminler Allah'tan qo'rqinglar ve jazondan qilib qolgan narsani tashlab o'tinglar. İlgirki shu jazoniga aloqador muomalada qilib qolgan narsalarni uni tashlanglar, ammanglar demoqchimdi. Agar mümin bo'lsanglar, mana bu shunday qilish haqiqiy mu'minning sifati demoqchimdi. Ya'ni iymoningda rostchil bo'lsanglar, shunday qilinglar. Haqiqatan müminning sha'nidan shuki, u Allohning amriga bo'ysundu. Mümin degan haqiqiy mümin degan Allohning amriga bo'ysundu deydi. Bu oyat ba'zi sahobalar Allohning shu jazoni haqidagi nahiysi kelgandan keyin ilgari qilib qolgan o'simlarni talab qilgan chog'da nozil bo'lgan deydi. Fa illam taf'alu, agar unda qilmasanglar, ya'ni buyurgan ishni qilmasanglar, fa'danu bi harbin min Alloh va rasulih. Alloh va Allohning rasul tarafdan bir jangni bilinglar. Alloh va uning rasuli sizlarga urush e'lon qiladi. Yani fa'danu degan ya'lamu. Bilinglarki, Alloh va Allohning rasuli urush e'lon qiladi demoqchi sizlarga. Buningda nat qattiq og'ir tahdid bor. Ya'ni jazonidan yanmagan odam Alloh va Allohning rasuliga urush e'lon qilgandek. Shunday bir ahvol bo'ladi ekan. Valamma nazalat qalu la yaday lana biharbihi. Bu oyat nozil bo'lgan chaqda sahobalar bizning urush qilishga hech qanday qo'limiz bormaydi, qo'limiz yo'q, kuchimiz yo'q degan deydi. Va in tubtum, agar sizlar tövbe qilsanglar, bu jazoni ishlardan qaytsanglar, sizlar uchun mollaringlarning dasmayisi qilib qoladi. Mollaringlarning dasmayisi o'zinglar qilib qoladi. La tazlimuna va la tuzlamun. Sizlar zulm qilmaysizlar va zulm qilinmaysizlar. Ya'ni ziyoda qilish bilan zulm qilmaysizlar va kamnatish bilan zulm qilmaysizlar. Dasmayning o'zi aynan qaytib keladi demoqchi. Xo'sh. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. Agar qarzdor kishi qiyinchilikda qolgan bo'lsa, agar qarzdorning qo'li qisqa bo'lsa, uning holi yaxshilanguncha kutinglar. Agar xayrlik ish ekanligini bilsanglar,
qiyinchilikda qolgan qarzlardan oladigan qarzni uningga sadaqa qilib berayotganinglar sizlar uchun texim yaxshidir. İmkana degan vaqia g'arimun. Yana bir qarzlar bo'lsa bu yerda. U qiyinchilikda qolgan bo'lsa, uning qiyinchiligi bo'lsa, fanaziratun. Fanaziratunki fa inning javobi bu yerda. Ashda bo'lsa, muhlat beringlar. Ya'ni sizlarga uni kechiktirish vojib bo'ladi demoqchi. Ila maysra. Shu qiyinchilikda qolgan odam boyog'on qadar. Ya'ni ahvoli yaxshilangan qadar. Bu maysara, maysura deb ikki xil o'qildi ekan. وأن تصدقوا إن تصدقوا تصدقوا ده بيخلق لكن ده بقى تصدقوا بقى çağda teşdit bilen okulgan çağda asildeki ta az satqa idgam kılıngan buldu. Esin tetasaddaku ganikin bir ikki tane birisini az satqa idgam kılıp ettik. Şun tasaddaku boğan. Yani ki takfif bilen okuldu. Tasaddaku deb okulsa tane hazip kılıp etken bulduk demek. Tasaddaku. Yine tetesaddaqu alel mu'siri bil ibra. Sadaq qilib o'tishinglar. Yani ash qiyinchilik qilgan odamga uning zimmasini ado qilish bilan sadaq qilib o'tishinglar. Uningga bo'ldi men qarzni kechdim deb qarzni uningga sadaq qilib o'tganinglar. Ash qarzdan voz kechganlikni o'zi bir sadaqa o'rinda bo'ladi demoqchilar bu yerda. Sizlarga sadaq qilganning savobi bo'ladi demoqchi bu yerda. Va an tasaddaqu hayrun lakum. Sizlar uchun yaxshidir agar bilsanglar. Yine ennehu hayrun. Muş işinin yaxşı ekanligini bilsanglar, sizlar shundoq qilinglar demoqchi. Hadisda shundoq kelgan. Men enzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allahu fi zillih. Yawma la zilla illa zilluhu. Kimiki bir qiyinchilik qilgan odamga muhlat bergan bo'lsa, yoki uningdan kechirim qilib o'tgan bo'lsa, Alloh taolo u kishini shu Allohning soyasidan boshqa soya yo'q bo'lgan kunda, ya'ni qiyomat kunida o'zining soyasidan soya beradi. Qiyomat kuni Alloh uning soya beradi demoqchi ekan. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Xo'sh, endi oyatning oxirida, mushning aloqador oyatning oxiri, tovanik oyatning oxirlashidamda. Vattaqu yawman turja'una fihi ilalloh. Hammanglar Allohning dargohiga qaytadigan shu kunni qo'rqinglar. Ya'ni mushunda ahvollarning hammasida jazoni yemanglar dedi. Jazoni ilgili mushunda ishlar kechirim qilib dedi. Qarzlar qiyinchilik qilgan bo'lsa mehnat to'langlarga kechirib o'ting dedi. Mushu ahvollarning hammasida sizlar qiyomat kuni mushuning savobini ko'rsizlar. Mush ahvollarning hammasi ana Allohning dargohiga qaytsizlar. Shu chog'da mushu qilgan ishlaringlarning savobini ko'rsizlar demoqchi bu yerda. Agar yomon ish qilgan bo'lsa, jazoni yegan bo'lsa, uning jazosini shu chog'da tortisizlar. Vattaqu yawman turja'una fihi ilalloh. Bu turja'un degan bil bina'i lil maf'ul. Birisi turja'un bo'lsa naib fa'il. Majhul pelamdi bu. Majhul holatda bunda o'qilsa turadduna degan ma'noda bo'ldi deydi. Ya'ni qayturilisizlar degan bu. Tarji'un deb naib fa'il emas. Yani majhul emas, ma'lum fe'l holatda. Bunda bo'lsa tasiruna ilayhi degan bo'ldi ekan. Yani Allohning tarafiga qaytisizlar. Qayturilisizlar, qaytisizlar. Yani ikki xil ma'no bo'ldi demoqchi bu yerda. Yani hammanglar qo'rqinglar shundan bir kundinki qayturilisizlar yoki qaytisizlar u kunda Allohning tarafiga. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Ondan to'liq berildi shu kunda har bir jonga mukofot qilish ustidan yoki jazolash ustidan uning qilgan ishi. Ma kasabat. Shu nafsi qilgan ishi qarta jazo ya mukofot berildi. Amilat min xayrin va sharrin. Qilgan shu yaxshilik va yomonliklar qarta. Va hum la yuzlamun. Ularga zulm qilinmaydi. Yaxshilikni kamaytirish bilan yoki yomonlikni ko'paytirib o'tish bilan yomonlikni ziyoda qilib o'tish bilan zulm qilinmaydi. Yuqorida deyilgan ahkomlarning hammasi qarta shu oyat hozir shu oyat bilan oyoqlashtiriladi. Naqshidir. Shu jazoni yegan bo'lsang, uning jazosini tortisizlar.
Allohning amri buyrug'i kelgandan keyin nahiysi kelgandan keyin jazonidan boshlatgan bo'lsanglar, jazoni yemagan bo'lsanglar, uning savobini ko'rasizlar. Va undan boshqa mana shu biz ilgari o'qib kelgan oyatlarning hammasida ani qilinglar, mana qilmanglar, ani qilinglar, mana qilmanglar deb kelgan endi. Shuning hammasida qiyomat kuni yaxshilik va yomonlik qarta sizlar jazo ya mukofotini ko'rsizlar demoqchi. Alloh taolo hammalarga manfaatli ilm ato qilsin. Va oxiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.